bankirlar tomonidan tavsiyanoma beriladi. To'y mahalla loyihasi, biznesga ko'mak kredit mahsulotlari uchun, jismoniy shaxslar uchun. Yuridik shaxslar uchun 312 u 1 yil faoliyat yuritilgan, hisob raqamimiz o'zimiz bankimizda bo'lgan, 1 yil faoliyat yuritgan, kredit tarifi toza bo'lgan yuridik shaxslar uchun ajratiladi. Toza bo'lmasa, kredit tarifi salbiy bo'lgan holatlarda ajratiladi. yuridik shaxs bilan jismoniy shaxs nimasi qanday? Farqi nimada o'zi? Foizdan? Yo'q, jismoniy shaxs o'zidan jismoniy shaxs, yuridik shaxs yuridik maqomga ega. Ma'lum bir yatdi. Foizlari jismoniy shaxslarga 25%. Hozirgi bizlar bankimiz mahsuloti bo'yicha hokim yordamchilari tomonidan mahalla bankirlar birgalikda ishlayapti. Ularda ham o'zining resursi bor. Mahalla bo'yicha hokim yordamchilari tomonidan oilaviy tadbirkorlikdan ajratiladigan hozirgi kunda qayta moliyaviy stavkasi +4 18% dan ajratiladi kreditlar. Shunga nima maqsad? U endi hamma o'zimizda qishloq xo'jaligi asosan chorvachilik bor. Parrandachilik,